Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, ustalar, o'z kanalini hurmatli obunachilari. 2026-yilda xo'sh, devorimizni, ya'ni imoratimizni so'qil qismiga kafil bosish xizmati nech pul bo'lyapti degan savollarga bugun to'liq ma'lumot beramiz. Mana ko'cha tomonimiz kafillari juda ham chiroyli qilib bosilgan. Angola Black degan qorasidan foydalanganmiz. Uyda ichlariga xuddi shunday. Zinapayalarimizga mana yon tomoniga qora va usti qismiga seriga tortadigan rangdan foydalanganmiz. Ustamiz xudo xolasa yana ikki kishi ishlashyapti. Jahonobodlik ustakam. Hamma taniydi ustakalarimizni. Chunki bir haftada bo'laman deb 15 kunda ish qilib bo'ladigan ustakalarimiz, ana ustakalar bo'ladi. Xudo xolasa Tohirjondan ma'lumot olamiz. Tohirjon. Mikrofon ama sökün var mı ya mikrofonga? Yo'q. Siz musulmonlar. Siz musulmonni siz odamlar ya yani. Hazır. Çünkü o'zimni o'rtog'imlik uchun hazillashamiz. Tohirjon xudo xolasa necha metr mana shu metrgami, kvadratgami birinchi navbatda? Assalomu alaykum. Ozgina tushuntirib o'taman. Ko'p joyda narxlar har xil bo'ladi. Nimaga bitta joyda qimmat, bitta joyda arzon qilasizlar deyshadi. Hamma joyda ustani mehnati har xil bo'ladi. Masalan, mana bu joyda ko'rishlaring mumkin. Mehnat ko'proq ketgan. Ko'rishlaring mumkin, ortiqcha nima yo'q, hali to'g'ri joy yo'q. Shu fonni noldan qilingan, shuni hisobiga. O'shanga to'g'ri tushunasizlar. Ko'p joyda masalan metrni necha qilyapsiz deydan, joyda ko'radidan ko'proq narx aytadi-da. Buning sababi shu. Boshqa sababi yo'q. Endi mehnatni ham ko'rishlaring mumkin. Lenta qo'ydik. Buni o'rtasiga seriyani joylashtirib chiqdik. O'zgarishi nima bo'lib chiqishi vid berdi. Kombinatsiya bo'lib, ha? Bir-biriga mos tushdi. Maşallah. O'zi nech xil varianti bor kafil terishda? Kafil terishda 3 xil, 4 xil varianti bor. Xudo xolasa 3-4 xil varianti bor. Qanaqa variantdan foydalandi endi bu joyga? Kafil terilganda xullas orqasiga hech narsa loy qo'yishdi nima? Simpim, hech narsa kerak emas. Sababi kafil loy bilan yaxshi chiqishadi. Metallogranit teramiz, uni orqasiga 5 ta 6 ta sim qotiramiz. Keyin qotirganimizda Dubulmoqqa qoqib, dubulmoq devorga qoqamiz. Orqasi sim qotirganimizga orqasiga kley suymaymiz, keyin qo'yamiz. Chunki o'shanda rastvor bilan yaxshi chiqishadi. O'zimiz kafillarimiz to'g'ridan-to'g'ri rastvor bilan chiqishini hisobiga ortiqcha unga ish kerak emas. Hozir bu kafil O'zbekistonning kafilimi yo boshqa chet el Xitoyda kafilmi endi? Bu o'zimizda chiqyapti. O'zbekistonda kafili qirg'og'iga bu Xitoyniki bo'lsa kerak, adashmasam. Xitoyning kafili qo'yib yuborganmiz nimasiga. Tushunarli mana. Yon tomoniga oddiy O'zbekiston arzon kafili va mana bu lenta qismiga, ya'ni taxlanadigan qismiga Xitoy kafilini qo'yganmiz. Chunki mustahkamroq bo'ladi degan maqsadi, to'g'rimi? Mustahkam. Bu charxlanadimi? Albatta charxlanadi. O'shani hisobiga qo'yganmiz-da buni. Tushunarli, ha. Charxlanishini hisobiga. O'zi kafillarda ham ikki xil varianti bor. Ichi oqi bor, qorasi bor ekan. Nima sababi endi shu? Hop. Nargisi metallogranit bo'ladi, orqasi qorasi, nargisi keramika bo'ladi. Nargini keramikani yoniga qo'yib yuborsa bo'laveradi. Masalan, pul tejaladi. Metallogranit qirg'og'iga qo'yiladi. Sababi qirg'og'iga qo'yganimiz charxlashib, ikkovi bitta narsani beradi, pashti. Tushunarli. Shu farqi. Keyin qarang. Mana shu chekka qismiga ko'pchilik joyda ko'rganman, ugolni qo'shyapti temirdan. Shu alyumin mahsulotidan. Qanaqa qaraysiz unga bo'ladimi yoki mana shunday ozgina chiqarib chaqlab qo'yish kerakmi? Oldinlari ko'p ugolni shunaqa nikillar qo'yilardi. Hozir zamon talabi unga to'g'risi juda ko'pchilikka ma'qul kelmayapti. Chunki ko'pchilik nimani xohlaydi? Haligi ortiqcha bachkanalikni xohlamaydi. Skromniy turishni xohlaydi-da. To'g'ri. O'shani hisobiga ko'pchilik yoqtirmayapti uni. Haligi bachkanalik deyapti, xuddi soxtalik degan narsani qilishyapti. Hozirgi kundagi eng moda holati mana shu holat. Yana bitta savol ustaga qarang. Mana bu joyi stiga. Mana shu oq bo'lgan. Shuni nimada qoraytirsak bo'ladi endi? Qoraytirsa bo'ladi o'zi, ha? Buni qoraytirsa bo'ladi. Hozir maxsus germetiklari bormi? Bir ikkita joyda germetik ko'rdim, ustakalar qilganini ko'rdim. Yaxshi chiqyapti ekan, lekin hali biz sinab ko'rganimiz yo'q, to'g'risi. Endi xudo xolasa o'sha germetiklardan sinab ko'ramiz. Kanalimizda yangi insonlar bor.
ma'lumot bo'lyapti va usta insonlar kommentariyaga yozinglar. Haqiqatan o'sha germetikdan foydalangan bo'lsalaring, sifatini bitta aytib ketinglar. Foydali bo'ladi. O'sha qora germetik men ham Instagram tarmoqlarida ko'rdim. Bunaqa yurgizib qo'yapti. Atti qo'ysa umuman qora, umuman stik bilingan yo'q. Haligi splashnoy kafel bosilganga o'xshab turibdi. Zo'r. Xo'sh, mana shu joyimiz necha metr? Men usta aka, men ish qilishda uxlaman aka. Aytyapman, bu ustalar. Kreditingiz bormi? Yo'q, kreditdan Qarzingiz bormi? nimaga vaqt yo'q meni. O'g'li qilgan, meni chiqaraman. Qani bu joylarimiz. O'zi balandligi necha bo'ldi hozir bu yerda? Balandligini Do'stim, aytami, 50 santimetrdan, 50 yo 60. 50 da, premium 50. Ha bo'ldi. 50 santimetr. Bo'ldi, 50 santimetr. Endi hali uyda holatiga qarab chiqariladi. Uyimiz past bo'lsa, mana chiroyli chiqib turibdi hozir. Misol, uyda balandligiga hamohang bo'lib ketgan. Agar uyimiz o'ta baland bo'lganda, endi so'kilda ham ozgina 60-70 qilganda chiroyli chiqaverardi, to'g'rimi, Tohirjon? Xudo xolasa, bundan boshqa variantlar ham bor, kafel terishda. Albatta Endi qarang. Gapiravering. Ko'proq endi mijozi talabiga qarab qilinadi. Chunki biz o'zimiz fikr beramiz. Tushunarli. Uy egasi menga shunaqa qilib ber desa, kamchiliklar bo'lsa shunaqa qilsa yaxshi bo'ladi deb aytamiz. Kelishgan holda qilinadi. Tushunarli. Qarang, Tohirjon, xudo xolasa boshqa kafel bo'lsa ham terib beraverasiz. Ha, u Bundan nimasi? tashqari faqat so'kilgan emas, misol oyoq tagiga, asfalt o'rniga, hovliga ham bosib beraverasiz. Bo'ldi, xudo xolasa bundan keyin bir 150 kvadrat juda yaxshi joyimiz bor. Ancha yaxshi narsalar tayyorlangan. Xudo xolasa keyingi nimalarda bir tashab boramiz. Tortib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Yana qanday savollar qolib ketdi? Nima desak bo'ladi endi? Mana shu shopini yo'qotishda aytdik-a? Rangi o'zgarsa, narxiga ta'sir qilmaydi endi. Sizlarga aloqasi yo'q. Rangi Endi nech puldan bo'lyapti? 1 kvadratmi yo metr bermi? Usta xizmati. Eng haligi odamlarning og'riqli nuqtasi. Hali video boshlagandan beri narxini deydigan aka-ukalarimiz uchun mana shu narxini aytib qo'ygan, to'g'rimi? endi hammajida narx har xil. Sababi men o'shani tushuntiraman. To'g'ri promo joy bo'ladi. Yoki burchak hali nima deydi? Usta, faqat zinapoya. Arkali joylari bor aka, to'g'rimi ustaga? Hamma narsa o'sha tumbani joyi bor. Tumba dumaloq bo'lsa, o'sha tagini ham dumaloq qilib ber deydiganlar bor. o'sha stabilniy narx yo'q aslini olganda. Sababi ustaga keladi, joyda ko'radi. Sababi devori har xil bo'lishi mumkin, rastvor ko'payishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin-da. Hozir bu yerda necha puldan qilib berasiz? Bo'pti. Misol, obunachilarimiz men ham uyimda burchatga yoki kafel qilgizmoqchi bo'lsam, shuncha summa bo'lar ekan degan bir xomchut qilib olsinda, necha pul qilib berasiz endi bu yerda? Hozir bularni metrini 100 ming so'mdan, chaqlovi bo'ladi. Chaqlovi $2 qilib beryapmiz. Voy mashallah. 1 metr $2. Shunda 124 ming, 125 ming atrofida bo'layotganda. 120 ming atrofida deylik-a. 1 metri 120 ming so'm, balandligi 1 metr bo'lsa ham narxi bir xil bo'ladi. 50 santimetr bo'lsa ham narxi bir xil bo'ladi. Yo'q, 1 metr. Yo'q, endi mana ichkari bilan tashqarilab o'xsha aytyapmiz-da, Tohirjon. To'g'rimi? Hozir mesela tashqari tomonimiz 60 qilingan. Ichkarimiz 50, 40 joyi bor. Keyin 1,5 metr bo'lgan zinapaya bor. Ular ham o'xshi bir xil bo'lib ketyapti. U bir xillik bo'lib ketyapti. Endi masalan, bunga kirganingizda 1 metr stabilniy bo'lishi mumkin-ku. Yoki 60 bo'lib turib, nari 1 metr bo'lsa, u bir xil qilib borsa bo'laveradi. Mana shu joyimiz o'xshi necha metr? Bir 50 metr bor. 50 metr. Necha kunda bo'ldi? O'zi bungacha ko'p vaqt ketib qoldi. Bunun sababini aytmayman endi. Tushunarli. Xudo xolasa do'stlar qadrli, 2026-yilda imoratlaringizda sokil qismiga burchatga yopish, kafel yopishtirish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, usta Tohirjon nomerini pastga qoldiraman va yana qandaydir qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qiling, ma'lumotini beradi. Bepulga konsultatsiya beraverasiz, ma'lumot beraverasiz. Misol, kafel yopishtirmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'zim yopishtiraman deydi akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? Zo'r. Ya'ni rastvorga qancha sement qo'shish kerak, to'g'rimi? Mana shunaqa mas'ul ma'lumotlar. Shu oddiy fundamentda rastvor ketadimi yoki sement ko'proq qo'shilishi kerakmi? Shu kabi savollar bor-da.
Shu. Xo'sh. Kafellarimizni narxini bitta eslatib o'taman, qadrdonlar. 1 kvadrati 115 ming so'mdan mana shu qorasini oldik, O'zbekistondagi. Va mana bu tepasidagi 55 ming so'mdan oldik 1 kvadratini. Bu g'o'dir-bo'dirligini hisobiga, haligi qishda sirpanmaydi, boshqa bo'lmaydi.